Brokerlar haqida gaplashamiz. Oxirgi paytda Directumga juda ham ko'pchilik qaysi brokerda ishlashimni so'rab yozishni boshladi. Xo'p, kelinglar man sizlarga qanaqa qilib to'g'ri broker tanlashni yo'llarini tushuntirib beraman. Birinchisi, siz tanlayotgan broker обязательно litsenziyalangan bo'lishi shart. Ko'pincha ishonchsiz brokerlarni litsenziyalari haqida ma'lumotni ochiq manbalardan topa olmaysiz. Va katta ehtimol bilan bunaqa brokerlar sizga kelajakda pul yechish bilan, support bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi, brokeringizning savdolari обязательно MT4 yoki MT5 platformalarda amalga oshirilishi kerak. Faqatgina shu platformalar bilan ishlaydigan brokerlar hali podvodiz qilishmagan. Uchinchisi, pul yechish jarayonida broker sizga hech qanaqa bahonalar qilmasligi kerak. 2-3 hafta kuting yoki bo'lmasa sizga qanaqadir bonuslar taklif qiladi. Buni hammasi lavoshka va siz katta ehtimol bilan pulingizga yo'qlaysiz. O'zingiz logikani o'ylab ko'ring, agar brokerga foydasi bo'lmasa, sizga nima keragi bor u bonus taklif qilib? Keyingi asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'lgan faktorlardan biri сделкаларni vaqtida ochib yopilishi va haqiqiy bozordan shamchalarni farq qilmasligi. Bu narsani siz qanaqa bajaratasiz? TradingView degan ilova bor. Unda har doim platformadagi bilan bir xil yurmaydi bozor. Ya'ni o'zimning tajribamdan o'tgan ba'zi shamchalarni kichkina time framelarda qoldirib ketadi platforma. TradingViewda o'sha shamchalar ko'rsatiladi va bu narsa brokerga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun broker tanlash muhim. Oxirgi muhim faktorlardan bittasi bu brokerni reklama qilinganlik darajasi. Esingizda bo'lsin, yaxshi mahsulot hech qachon reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Broker tanlashda ko'proq odzivlarga e'tibor berish kerak, reklamalarga emas. E'tibor bersangiz, ayrim brokerlar umuman trading sohasidan xabar bo'lmagan blogerlarga reklama bergizishadi. Va bu blogerlar brokerning sifatidan umuman xabari bo'lmaydi. Mana o'zimdan so'rasanglar, men Xnest ishlataman va bu reklama emas. Prosta menda shu paytgacha сделка ochish bilan, pul yechish bilan umuman hech qanaqa muammo bo'lmagan. Va sizlarga ham tajribadan o'tgan brokerni maslahat beraman.